Keyingi masalamiz. 70-misol. Bu yoqda qarsak tomon teng 2 ga bo'linganmi? Demak, u mediana chizig'i. Mediana chizig'i. Ya'ni uchburchakda ixtiyoriy uchdan chiqib, qarsak tomon teng 2 ga bo'luvchi chiziq bu mediana chizig'i bo'ladi. Chiqyapti, qarsak tomonni teng 2 ga bo'lyapti. Teng 2 ga bo'linish belgisi bor. Ko'rdingizmi? Bekor qo'yilmaydi. Agar bitta tomonga ikkita, bitta tomonga bitta qo'yilsa, bu ikkalasi bir-biriga o'xshamasligini bildiradi. Lekin ikkala tomonga ham bir xilda qo'yilgan bo'lsa, o'sha belgi bir xilda qo'yilgan bo'lsa, mayli ikkitadan qo'yilgan bo'lsa, uchtadan qo'yilgan bo'lsa, bu tengligini bildiradi. Teng ikkalasi. Uchtadan qo'yilgan bo'lsa, demak teng. Xo'p, masala shartiga ko'ra hozir bizga bittadan qo'yilgan, bu hech qanday bir ortiqcha narsani bildirmaydi, o'xshashlik. Bu mediana chizig'i ekan. Qarsak tomon teng 2 ga bo'ladi. Endi mediana shunday narsaki, qarsak tomon teng 2 ga bo'libgina qolmay, yuzani ham teng 2 ga bo'ladi. Yuzasi ham bir xil bo'ladi. Bu S yuza bo'lsa, bu ham S yuza bo'ladi. Umumiy uchburchak yuzasini toping deganmi? O'shanga qarang ham. S umumiymi? S umumiy topish uchun siz bittasini topib olishingiz yetarli. Mana bu bittasini topasiz. Keyin nima qilasiz? 2 ga ko'tarib qo'yasiz. Chunki bu yoqda S bor, bu yoqda ham S bor. Yoki qo'shib qo'yasiz. S ga S qo'shasiz. Bittasini topib olish qanday bo'ladi? Bittasini topib olish. Sizga 1/2, mana bu 8 bor, to'g'rimi? 10 bor va sinus 30 gradusda qiymati bor. Sinus 30 gradusda 1/2 ga qo'yiladi. Bitta S da qiymati kelib chiqadi. Bitta S kelib chiqadi. Keyin esa qo'shib qo'yasiz. Unchalik muammoli savol emas. 71-misol ham xuddi shunday. Bittasini yuzasini topasiz, keyin nima qilasiz? Ikkalasini qo'shib qo'yasiz yoki 2 ga ko'paytirasiz. 72-misol. To'qqiz 10 B'da mediana ekan. Sal hayotiylashtiraylik. Mediana ekan. Xo'p, 10 nima 14? A'si 14 degan ekan. A'si 14. O'nto'rt bo'lsa, mana necha bo'ladi? 7 bo'ladi. 7 dan bo'ladi. Xo'p, nimani topishimiz kerak? ABD yuzani topishimiz kerak ekan. ABD yuzi, mana bu qora yuzani topishimiz kerak ekan. Nima qilishimiz kerak bo'ladi? 10-9-7. Geron yoki agar biroz ovoragarchilikda hisobga olmasangiz, burchak kosinusni topish kerak, to'g'rimi? Kosinuslar teoremasidan bu ham bir g'oyada, to'g'rimi? Kosinuslar teoremasidan kosinusni topib, sinusga o'tib, keyin uchburchak yuzasini o'sha sinusga bog'langan holatda ishlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoki oddiygina Geron formulasi. Geron formulasiga ko'ra yarim perimetri 7, 9 va 10 larni 2 ga bo'lishimiz kerak. Necha bo'ladi? 10, 26/2 13 bo'ladi. Hozir agar bo'linmay qolsa, lekin boyagi yo'l bilan ishlatdik. Hozir bo'linib qoldi, endi bu yog'i Geron formulasi qulayroq. S teng yarim perimetr ko'paytirilgan yarim perimetr minus A, yarim perimetr minus B, yarim perimetr minus C. Yarim perimetrimiz 13, 13 ayrilgan birinchi tomon, 13 ayrilgan birinchi tomon, 3 qola, 13 ayrilgan ikkinchi tomon, 6 va uchinchi tomondan ayirsak 4 bo'ladi. Bu yoqda ildiz xossasini bilishingiz kerak. 13, 3 bo'lakka ajrataversangiz 3 kara 2 bo'ladi, mana bu 6, to'g'rimi? Bu 2 ko'paytirilgan 2 bo'ladi. Bu shart emas ekan. Xullas, mana bu 2 ta 3 dan bitta 3 chiqar ekan. Mana bu 2 ta 2 dan bitta 2 chiqar ekan. Ichkariga 13 bilan 2 qolib ketadi. 26, 6 izosida 26 ga teng ekan. Agar mabodo katta uchburchak yuzasini toping desa, mana shu chiqargan 6 izosida 26 iz bu yoqda ham bor. Chunki mediana bu. Qarsak tomon teng 2 ga bo'libgina qolmay, balki yuzasini teng 2 ga bo'lgan. Va shu hisobga olib, shu narsani hisobga olib, bizda umumiy uchburchagimiz yuzasi 12 ilzosida 26 ga teng bo'ladi. Lekin hozirda sizga faqat mana bu kerak.
Shart emas u hammasi. Xo'p, keyingisi A'si berilgan ekan, yarmi 9 bo'ladi. Xuddi shuni giron orqali topasiz. 74-75 masalaga ham yetib keldik. Yetmish to'rtinchi masalaga mediana formulasini ishtirok ettirmasak bo'lmaydi. Busiz chiqmaydi hozir. Barib qatnashtiramiz. Medianasi 4 ga teng, 10 ga teng, 6 ga teng, mediana qarsak tomon tengga bo'lgan ABC uchburchak yuzasini toping deyapti. ABC uchburchak, ya'ni umumiy uchburchak yuzasini toping deyapti. Mana bu BD medianani formulasini yozamiz. Xo'p, B'dan chiqqanligi uchun, B3 dan chiqqanligi uchun bu bizlar uchun mediana B bo'ladi. B3 dan chiqqan uchun. Xo'p, mediana A ni formulasi boshlanishiga. 1/2. 2b kvadrat qo'shilgan 2c kvadrat minus a kvadrat. Endi buni tahlil qila olsangiz bo'ladi. Mana mediana A ni o'zini uzunligi kerak bo'ladigan bo'lsa, demak, ikkita b kvadrat, ya'ni boshqa tomonlarini ikkilangan holatdagi kvadratlarini yig'indisidan o'sha tomoniga tushgan bo'lsa, o'sha tomonni bittalik kvadrati ayrilishi kerak bo'lar ekan. Bittalik kvadrat. Agar mabodo mb kerak bo'ladigan bo'lsa, formula 1/2 ildiz ostiga endi ikkita a kvadrat bo'ladi. Boshqa tomonlar 2c kvadrat minus bo'ladi, b kvadrat bo'ladi. Bizga mana shu formula kerak. Shunga qo'yishimiz kerak. Xo'p, bu A, bu C. Aniqrog'i sal qonunlashtiraylik. A ni qarshisida A tomon bo'ladi, C ni qarshisida C tomon bo'ladi. Bu ham endi yozilmagan qoidalar. Xo'p, mediana B 1/2 2a kvadrat plusdan 2c kvadrat minusdan b kvadrat. Mediana B ni o'rniga nima qo'yamiz? O'chirib qo'yaman. Necha edi? 4. Buni o'rniga 4 qo'yamiz. Teng 1/2 ildiz ostiga 2 ko'paygan a ni o'rniga 6 ni kvadrati 36, 2 ko'paygan c kvadrat o'rniga 100 minusdan b kvadrat noma'lum, mana b yo'q. B kvadrat. Xo'p, 2 ni nariga tomonga ko'paytmoq o'tkazaverasiz, chunki kasr 8 teng bo'ladi. Bu yog'i endi 72 qo'shilgan mana bu 200 minusdan b kvadrat. Ikki tomonni mana ildizdan qutulish uchun nima qilamiz? Kvadratga ko'chiraveramiz. Yo'qoladi o'sha vaqtda. 64 teng bo'ladi 72 qo'shilgan 200 minusdan b kvadrat bo'ladi. Bu yoqdan siz b kvadrat topasiz. Oson tenglama. B kvadrat topganingizdan keyin b ni topib olasiz. B ni topib olgandan keyin nima qilamiz? A bo, B bo, C bo nima bo'ladi? Giron formulasiga o'tib ketamiz. Umumiy uchburchak yuzasini topish uchun.